Muzeylar tarix ko'zgusi, o'tmish va kelajakni o'zaro bog'lab turadigan ma'naviyat, madaniyat maskani bo'lib, ularni qo'llab-quvvatlashga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Milliy tiklanish demokratik partiyasi Markaziy kengashi va O'zbekiston tarixi davlat muzeyi hamkorligida muzeylar to'g'risidagi normativ-huquqiy hujjatlarning ijrosi holati, muammo va yechimlar mavzusida tashkil etilgan jamoatchilik muhokamasida so'nggi yillarda muzeylar faoliyatini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, bu boradagi qonunchilik asoslari atroflicha muhokama qilindi. Partiya vakillik organlari tomonidan joriy yilning sentyabr-oktyabr oylari davomida respublikaning barcha hududlarida jami 70 dan ortiq muzeylar faoliyati nazorat-tahlil tartibida o'rganildi. Uning natijasida Yangi O'zbekiston islohotlari shiddatiga mos ravishda sohada ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgani qayd etildi. Mutaxassislar tomonidan 2021-yilda yangi tahrirda qabul qilingan muzeylar to'g'risidagi qonunning 3-moddasiga muvofiq hukumat qarorlarini ushbu qonunga muvofiqlashtirish, muzeylarning moddiy texnik bazasini zamon talablariga moslashtirish, sohaga kadr tayyorlash va ilmiy tadqiqot ishlarini rag'batlantirishga mablag'lar ajratish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Hududlarda, ya'ni respublikamizning 8 ta hududida muzeylar faoliyati nazorat tahlil tartibida o'rganildi. Dastlabki xulosalar asosida aytishimiz mumkinki, so'nggi yillarda muzeylar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha bir qator amaliy ishlar olib borilgan. Shu bilan birgalikda ayrim muzeylarda, demak, rekonstruksiya qilish zarurati mavjudligi, malakali kadrlar yetishmovchiligi holatlari aniqlandi. Mazkur holatlarni, demak, tizimli ravishda tartibga solinishi hamda muzeylar sohasini barqaror rivojlanishi uchun biz, demak, ekspertlar muhokamasida hududlardan olingan takliflar asosida hamda soha mutasaddilaridan olingan takliflar asosida takliflar kiritmoqchimiz. Muhokamada mana shu Milliy tiklanish partiyasi juda ko'p muzeylarni mutasaddi xodimlari, rahbarlari kelishdi. Biz ham yangilanishimiz kerak. Jamiyat o'zgardi. Jamiyatga qarab muzeylar ham o'zgarish kerak. Va muzeylar jamiyatga nima beryapti? Qanday g'oyaviy asoslarni ilgari surayapti? Mana shu masalalar juda ham muhim masala va biz mana hamkasblarimiz bilan va bizni mana shu har doim qo'llab-quvvatlaydigan Milliy tiklanish partiyasi, mana bu yerda Qonunchilik palatasining deputatlari kelajakda yana mana shu muzeylar faoliyatini takomillashtiruvchi, huquqiy asoslar beruvchi hujjatlar yana shakllanadi. Davlat rahbari tomonidan muzeylar sohasida ko'plab hujjatlar qabul qilindi. Bugungi kunda ular asosida muzeylar faoliyatini yaxshilash, moddiy texnik bazasini takomillashtirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga ekspertlar tomonidan hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar borligi ham aytib o'tildi. Oxirgi yillarda, mana Yangi O'zbekiston davrida muzeylar sohasini takomillashtirish, qonuniy huquqiy asoslarni mustahkamlash va jahon standartlariga moslashish bo'yicha katta ishlar bo'ldi. Shu bilan birga O'zbekiston muzeyshunosligida juda katta qadamlar bo'ldiki, yetakchi muzeylarimiz zamonaviy qilib jihozlandi. Mana xususan mana shu muzeyni misol keltirish mumkin. Yangi ekspozitsiyasi eng zamonaviy jihozlar bilan va shu bilan birga umuman jahon muzeyshunosligida bugungi kundagi eng ilg'or namunasi albatta Islom sivilizatsiyasi markazidagi muzey bo'ladi. Ana shuning uchun biz muzeylarni nafaqat ularni himoya qilish, ularni qonuniy, demak, asoslarni takomillashtirish, muhofazasini ta'minlash, ularni kelgusi istiqbollarini belgilab berish. Albatta bu hammasi qonun va qonun asosiy hujjatlar bilan bo'ladi. Shu bilan birga qonunlar, qonun asosiy hujjatlari, qator normativ hujjatlar takomillashtirilgan bilan muzey hamma vaqt bu katta xarajat, katta e'tibor talab qiladigan soha. Chunki bu bilasiz, milliy o'zlikni belgilab beradigan bir juda ham muhim soha. Har qanday xalqga ham uni tarixini, madaniyatini, saviyasini va muzeyga bo'lgan e'tibor orqali qanchalik madaniyati yuqori ekanligini belgilab beruvchi bir belgilar bilan. O'ylaymanki, mana bu muzeyshunoslik taraqqiy etishiga, buni yanada qonun hujjatlarini, normativ hujjatlarini takomillashtirishga yana bir turtki bo'layotgan narsa turizmni rivojlanib ketgani. Mahalliy sayyohlarni, mahalliy aholini olib borish evaziga bir o'zini faoliyatini yurib turgan muzeylar bugun xorijiy sayyohlar turna qator bo'lib boryapti. Qonunchiligimiz takomillashtirib bo'lyapti, zamon talablariga mos bo'lib. Lekin uni ijrosi qanday bo'lyapti? Ijrosi uchun mas'ullar qanday chora ko'ryapti va qonun ijrosida mana shu muzey jamoalari ham o'zini faoliyatiga jiddiy qarash kerak, baholash kerak.
Sohadagi islohotlarni nafaqat muzeylar sonining oshishi, balki mamlakatimiz taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan tarixiy shaxslarning nomini abadiylashtirish maqsadida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 10 ga yaqin yangidan barpo etilgan muzeylarni misol keltirish mumkin. Yangi muzeylarni barpo qilish bo'yicha ham juda katta samarali ishlar amalga oshirilmoqda va bularni hammasi tezkorlik bilan jadal mana shu yuqoriga qarab o'sib borayotgan bizni mana shu muzey faoliyatidagi o'zgarishlar albatta yana mana shu bizni huquqiy asoslarimizni yangilashga, ularga o'zgartirish kiritishga shunday zarurat tug'dirmoqda va biz oxirgi 10 yillik ichida tashkil etilgan muzeylarni tahlil qiladigan bo'lsak, bizni tariximizni targ'ib qiluvchi, biz bilgan va bilmagan tarixiy shaxslarimizni ochiq oydin mana shu tarix sahnasiga olib chiqish. Albatta men bu o'rinda 20-asr boshida faoliyat ko'rsatib, mana shu O'zbekistonni, o'z vatanini mustaqil ko'rishni orzu qilgan, o'zini mana shu yoshlarini ta'limga, tarbiyaga chaqiruvchi va ularni bilimli, ilmli bo'lishga undagan jadidlarimizni haqida gapirib o'tishimiz mumkin. Chunki bu insonlarning faoliyatini chuqur o'rganish, ularni nomlariga bag'ishlangan, ularni faoliyatiga bag'ishlangan muzeylarni ochish ham asosiy vazifalardan biriga aylandi. Men yana aytib o'tmoqchiman, mana shu oxirgi 5 yil ichida ochilgan muzeylar o'zbek xalqini dunyoga kimligini ko'rsatib beradigan muzeylardan biri hisoblanadi va albatta biz bu o'rinda G'alaba bog'ini misol qilib keltirishimiz mumkin va uni tarkibidagi Shon Shuhrat muzeyini yoki bo'lmasa Abu Muin Nasafiyni majmuasini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin va butun dunyoga o'zini qadimiy shahari va shu bilan birga savdo markazi, iqtisodiy markaz, ilm fan tarqatuvchi markaz sifatida tanilgan Toshkent tarixi muzeyini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin va albatta eski shaharning qoq o'rtasida joylashgan mana shu islom sivilizatsiyasi markazini hali bu markaz ochilmasdan bu yerga tashrif buyuruvchilarning soni juda ham ko'p. U nafaqatgina bizning mehmonlarimiz, balki butun dunyodan kelayotgan hukumat rahbarlari, xorijiy mehmonlarimiz va mana shu markazga bildirayotgan fikrlar, markaz haqidagi e'tiroflar ham bizga juda hammamizga ko'tarinki ruh bag'ishlayapti. Va aytib o'tmoqchimanki, mana shunday jarayonlar prezidentimizning mana shu boshlab bergan islohotlarini natijasi deb biz bilamiz va mana shu islohotlarning natijasi bugun butun dunyoga namoyon bo'lyapti. Shu o'rinda oldin topilmalar faqat muzeyga berib uni chiroyli qilib namoyish etib qo'yilgan bo'lsa, hozir muzeyshunoslik jahonda mutlaqo boshqa tus oldi. Bu arxeologiya bilan chambarchas bog'liq qoldi. Mana shu muzey, tarix muzeyiga qarasangiz, har bitta eksponat bu arxeologlar topgan. Fundamental muzeylar, ilm maskanlari. Bular albatta faqat arxeologiya bilan bog'liq. Shuning uchun O'zbekistonda milliy madaniy meros ro'yxatida 9000 atrofida obyektlar bo'lsa, shundan yarmidan ko'pi arxeologik obyektlar. Topilmalar albatta muzeyga keladi. Lekin uni qanday davriylashtirish kerak, qanday mana shu yoshlarga tushunarli qilib yetkazish kerak, qanday avaylab asrash kerak, saqlashni ham o'zini chora-tadbirlar bor. Shuning uchun bularning hammasi mana shu huquqiy qonun hujjatlarida aks etyapti. Faqat muzeyning vazifasi bu albatta o'sha qonunlarga mos ravishda faoliyat olib borish va uni yana takomillashtirish bo'yicha takliflar berish. Chunki amaliyotchida ular. Tariximiz, boy madaniy merosimizni bugungi va kelajak avlodlarga namoyish etadigan, o'zida bebaho namunalarni saqlayotgan muzeylarimiz xalqimiz, ayniqsa yoshlar ma'naviyatini, madaniy saviyasini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi. Ishtirokchilar tomonidan bu maskanlarga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish bugungi kunning dolzarb masalasi ekanligi ta'kidlab o'tildi. Ayniqsa bu borada oliy ta'lim muassasalari bilan o'rnatilgan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti yurtimizda muzeyshunoslik yo'nalishidagi kadrlarni tayyorlaydigan yagona oliy ta'lim dargohi hisoblanadi. Ya'ni bizning institutimizda bakalavriat, magistratura hamda oliy ta'limdan keyingi ta'lim bo'yicha ham ixtisosliklar yo'lga qo'yilgan va bugungi kunda institutimiz yurtimizdagi bir qator muzeylar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Xususan O'zbekiston tarixi davlat muzeyi bilan ham hamkorlik aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgan.
institutimizning muzeyshunoslik kafedrasini filiali O'zbekiston tarixi davlat muzeyida tashkil etilgan. Ya'ni talabalarimiz muzeyshunoslik, san'atshunoslik yo'nalishi bo'yicha nazariy bilimlarini institutimizda olsalar, ular o'sha amaliyot bilan bog'liq bo'lgan barcha fanlarni, aynan muzeyshunoslik yo'nalishida o'qitiladigan fanlarni O'zbekiston tarixi davlat muzeyi fondlarida, ekspozitsiyalarida ta'lim olib kelmoqdalar va bu o'z-o'zidan talabalarda o'sha ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini yo'lga qo'yishda juda ham katta bir ko'prik vazifasini o'tamoqda. Shu bilan birga doimiy ravishda mana shu aynan O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, adabiyot muzeylari bilan ham hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishi talabalarda ish bilan ta'minlashda ham juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Va bugungi kunda bizni institutimizni bitirgan bir qator muzeyshunoslik yo'nalishining talabalari yurtimizdagi barcha muzeylarda muzey ilmiy xodimlari kabi bir qator lavozimlarda ishlab kelishmoqda. Muzeylar ajdodlardan meros bo'lgan boylikni kelajak avlodga yetkazib beradigan ilmiy, ma'naviy, ma'rifiy xazina. Jamoatchilik muhokamasida muzeylar faoliyatini mahalliy hokimiyatlar tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash, joylardagi ijro hokimiyati organlarining bu boradagi mas'uliyatini oshirish, sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish kabi masalalar ham muhokamalar markazida bo'ldi. Tadbir yakunida muzeylar faoliyati ustidan jamoatchilik va ilmiy ekspertlar nazoratini ta'minlash maqsadida partiya qoshida ishchi guruh tashkil etildi.